Toshkentda eng qimmat kafesidan 135 ming so'mga bir qusoq kuygan chipryan tort olib kelishgandi. Ammo aslida o'sha summada bitta katta butun chipryan tort tayyorlashni o'rgatmoqchiman. Birinchi bo'lib klassik biskvitini tayyorlashdan boshlaymiz. Kuydirmasdan pishirib olgan biskvitimizni sovutib, teng to'rga bo'lamiz. Har bir qavatini chipryanini shaftolili ichimlik bilan propitka qilib olishimiz kerak. Krem uchun tuxum sarig'i, shakar va qaymoqni yaxshilab aralashtirib, qaynash darajasiga olib boramiz. Ehtiyot bo'linglar, ko'p qaynatib olmanglar. Kremni yaxshilab sovutib olishimiz kerak. Sovigan krem va maskarponni birga ko'pirtirib, mazasi umuman hech narsaga o'xshamaydigan krem tayyorlab olamiz. Biskvit ustidan solib, krem tarzida tortni yig'ib olamiz. Bir kecha xolodilnikka yuborsa ham bo'ladi. Ustidagi merengasi uchun tuxum va shakarni shu holatga kelguncha ko'pirtirib olishimiz kerak. Bo'ldi, bu yog'iga bezatish juda ham oson. O'sha tuxum oqini tortga chaplab, ustini kuydirib olamiz. Grelka yordamida. Qarabsizlarki, Dubay shayxlari yaxshi ko'rgan o'sha chipryan tortimiz tayyor. Lekin bu retseptim bilan tayyorlab ko'rsanglar, menga tegmaydigan, shunaqa ham nafis og'iz eriydigan tort bo'ladi. Buni haqiqiy chipryan tortdan yeb ko'rgan odam sifatida aytibman.